Assalomu alaykum, hurmatli xalqim, hurmatli bizni kuzatib turgan fuqarolar. Men Jaborova Sabrinaning oyisiman. Men shuni ma'lum qilamanki, Sabrina qizim 24-yil 7-noyabrda avtohalokatga uchragan. Shunda skori buni Kadishvadagi 4-sonli shifoxonaga olib borishgan. Vrachlarning hushyorligi bilan qizimni hayotini saqlash uchun ancha harakat qilishgan. 9 soat operatsiya bo'lgan. Suyak o'ta maydalanib ketgan. Shu maydalanib ketgan suyakni bular terishgan. Ya'ni buni hayotini saqlash uchun, qonni to'xtatish uchun men bulardan qizimni hayotini saqlagan uchun ham men ulardan minnatdorman. Jonlari sog' bo'lsin. Shahardagi Salohiddin, Dilshod, qolganlarning ismlarini bilmayman, hammalariga, hamshiralari, ayniqsa Lola hamshirasi, vobshe muomalasi ham zo'r, hammasi yaxshi. Uyga ham kelib qancha yordam qildi, больницаga, pirvaskalariga. Ulardan xafa emasman, Allohga shukr. Qizimni shu o'limni yoqqasidan qaytarib berdi. Bu kamdan kam 0,5% bo'lgan operatsiyani shu o'zimizda O'zbekistonda bu tarixda bo'lmagan operatsiya deydi. Lekin shuni O'zbekistonimizga shuni qizimni hayotini saqlab berishdi.